Qizlar, endi sizlar bilan yuzim o'xotlari haqida gaplashmoqchiman. Oxirgi payt makiyajlaringiz zo'r yotyapti, yosharib ketyapsiz deb aytyapsizlar. Bilmadim, Bionik narsalarni ishlatishni boshlaganman. Menimcha, shu ham zo'r menga yordam beryapti deb o'ylayman, chunki bundan boshqa hozircha uxodoviy ishlatayotganim yo'q yuzimga. Qaranglar, Bionik narsalarini sizlar Samarqand darvozadagi yangi ochilgan 2 etажkali zdaniya bor-ku, o'sha yerdan topsanglar bo'ladi. Korzinkani ro'parasida Bionik degan magazin bor. Xo'p, bunda birinchi yuzimni tozalab yuvib olaman. Juda ham zo'r ketkazib beradi. Ketidan toner suraman. Buni yuvib olmaysizlar qizlar, sursanglar o'z penka bo'lib chiqadi. Undan keyin sivorotkasini suraman, mana buni. Undan keyin увлажняющий kremini suraman o'zini. Agar men bu SPF qizlar, bu SPF ham Bionikdan olganman. Rosa zo'r. Buni lekin kam ishlataman, chunki SPF surib ko'chaga chiqib ketmayman, обязательно makiyaj qilaman. Agar bularni ishlatishga erinsanglar, mana bunaqa maskasi bor. Buni ham ulardan olganman. Ichida 30 ta bo'ladi. Olib, bitta-bitta yarim soatga yuzingizga qo'yib qo'ysanglar, yuzingizlarni bunda tozalab olganingizdan keyin yuzingizlarni juda ham zo'r qilib beradi. Mana shu uxotlarni hozircha ishlatyapman. Yuzimda o'zgarishni sezayotgan bo'lsanglar, demak, rostdan ham men bu uxotlarni foydasi menga tegyapti. Bemalol tavsiya qila olaman. Mana. Ichida juda ham ko'p bo'ladi. Qizlar, bitta olsanglar, menimcha 1-2 yilga bemalol yetadi. Rosa ko'p.